Agar siz 18 yoshga to'lgan bo'lsangiz va ko'zoynak taqish joningizga teggan bo'lsa, Smile Pro lazer korreksiyasi aynan siz uchun. Bizning klinikamizda ko'p yillardan buyon lazerli korreksiyani bir necha turlari amalga oshirib kelinadi. Va hozir sizga taklif qilayotganimiz bu lazerli korreksiyaning eng so'nggi avlodi Smile Pro. Smile Pro lazerli korreksiya usuli ko'zni butunligini buzmagan holatda amalga oshiriladi. Bemorlar operatsiyadan keyin shu zahotiyoq tiniq ko'rishni boshlaydi. Reabilitatsiya davri ham juda qisqa, juda tez tiklanadi. Hattoki ertasi kunidan basseynda cho'milish ham mumkin. Agar siz hali ham lazerli korreksiya usullari qo'rqinchli, dahshatli deb o'ylayotgan bo'lsangiz, Smile Pro bu fikrlaringizni butunlay yo'qqa chiqarib tashlaydi. Agar xavfsiz ravishda tiniq ko'rishni xohlasangiz, pastdagi raqamlar orqali qabulga yozilishingiz mumkin.